هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 34. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 34. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqin ki sizlarning butlaringlarning ichida mavjudatni yo'qlikdan bar qilib, andin yo'q qilib, andin uni asliga keltiroladiganlar bormi? Aytqin ki Allah mavjudatni yo'qlikdan bar qilib, andin yo'q qilib, andin uni asliga keltiroladi. Nemishqa haqdan botil tarafga burilib ketsizlar? Aytqinki, sizlarning butlaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklayoladiganlar bormi? Aytqinki, Allah gumrohni haq yo'lga yetaklayoladi. Gumrohni haq yo'lga yetaklayoladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi? yoki gumrohni haq yo'lga yetaklayolmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan butlarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nim bo'ldi? Nemishqa bundaq botil hukm chiqarsizlar? Ularning to'lisi butlarga e'tiqod qilishda faqat farazga tayinadi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki Allah ularning qilmishlarini obdan bilgichidir. Mana bu mushriklarning Alloh taologa boshqa botil ilahlarni shirik keltirib, butlarga va shiriklarga cho'qinib qilgan da'vosining botil ekanligini ko'rsatib berdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlarning butlaringlarning ichida mavjudatni yo'qlikdan bar qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltiradiganlar bormi? Ya'ni aytqinki, bu osmonlarni va zaminni yo'qlikdan yaratgan, ondan u ikkisida mahluqotlarni paydo qilgan, osmon jismlari bilan zaminni bir-biridan ayirgan, osmon zamindagi narsalarning mavjud bo'lib turish muddati tugishi bilan u ikkisini o'zgartiradigan, ondan keyin butun mahluqotlarni yangidan yaratadigan zot kim? Aytqinki, Allah mavjudatni yo'qlikdan bar qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltiroladi. Yuqorqi ishlarni hech qanday shirki yo'q, yolg'iz Alloh taolo o'zi mustaqil qiladi. Nemishqa haqdan botil tarafga burilib ketsizlar? Ya'ni qandoqmi to'g'ri yo'ldan botil yo'lga yuzlanib ketsizlar? Aytqinki, sizlarning butlaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklaydiganlar bormi? Aytqinki, Allah gumrohni haq yo'lga yetaklayoladi. Ya'ni sizlar shirik keltirgan botil ilohlaringlarning ozg'an kishini to'g'ri yo'lga boshlay oladiganligini tangirqab qolgan va ozg'an kishilarni faqat Alloh taololar to'g'ri yo'lga boshlay oladiganligini obdan bilasizlar. Dillarni botil yo'ldan to'g'ri yo'lga yuzlantirguchi zot Alloh taolodir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir.
gumrohni haq yo'lga yetaklaydigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi yoki gumrohni haq yo'lga yetaklay olmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan butlarga bo'ysunishga tegishlikmi? Ya'ni haqiqatga yetaklaydigan va haqiqatni pokit bilan bilgan kishiga ergishish kerakmi yoki hech narsaga yetaklay olmaydigan, aksicha qarg'u va gacha bo'lganligi uchun kishilar tarafidan yetaklanadigan kishiga ergishish kerakmi? Alloh taolo bu vaqtda Ibrohim alayhisalomning mundaq deganligidan xabar berdi. O'z vaqtida Ibrohim otasiga aytdi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan?" Ibrohim aytdi: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir." Bu vaqtda buningdan boshqa oyatlar nihoyat ko'pdir. Sizlarga nim bo'ldi? Nimishqa bundaq batil hukm chiqarisizlar? Nimishqa bundaq batil hukm chiqarisizlar? Ya'ni sizlarning aqlinglar qayerga ketdi? Alloh bilan Allohning mahluqotlarini qandoqmi tang va barobar qilasizlar? Alloh taologa va butlarga qandoqmi birlikda ibodat qilasizlar? Nima uchun ulug' hammaga ega bo'lg'uchi va hukm qilg'uchi, ozg'inlarni to'g'ri yo'lga yetaklaguvchi Rabbinglarga berilib ibodat qilmaysizlar? Nima uchun Alloh taologa duo va tavbani xolis qilmaysizlar? Ondan Alloh taolo mushriklarning o'z dinida ching turib, hech qanday pokit va hujjatga ergashmaydiganligi, ularning dini haqiqatan gumon va xiyoldan iborat bo'lib, bu ularni hech narsadan behojat qilolmaydiganligini bayon qiladi. Shubhisizki Alloh ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Bu ularga tahdid silish va qattiq qo'rqitishdir. Chunki Alloh taolo ularga qilmishlariga qarata to'liq jazo beradiganligidan xabar berdi. Bu Qur'onni birovning Allohga iftiro qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Alloh belgilagan ahkamlarni bayon qilg'uchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olimlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyshamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishilarni chaqiringlar. Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishinglarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib beqinglar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmu o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarab boqqan. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Rabbing buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Qur'onning Alloh taolaning haq so'zi va uning mo'jizasi ekanligi. Bu oyat Qur'onning mo'jiza ekanligini bayon qiladi. Chunki insonlar Qur'onga o'xshash bir kitobni yoki 10 surani yoki biror surani keltirishga haqiqatan qodir bo'la olmaydi. Qur'on Karim so'zlarining fasohatlik va go'zal bo'lishi,
tilining ixcham, ma'nilarining mo'l va tushunishlik bo'lishi, mazmunining dunyo va oxiratda manfaat beradigan ma'nilarni o'z ichiga elishi bilan o'z zotida, sifatlarida, ishlarda va so'zlarida hech narsaga o'xshamaydigan Alloh taolaning dargohidan kelgandir. Alloh taolaning so'zi maxluqotlarning so'ziga o'xshamaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: bu Qur'onni birovning Allohga iftiro qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Ya'ni bu Qur'on faqat Alloh tarafidanla nozil qilingan kitobdir. U insonning so'ziga hargizmi o'xshab qolmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Ya'ni Qur'on ilgariki kitoblarni tasdiqlovchi, uningda o'zgartirilgan, almashtirilgan hukmlarni qo'g'dug'uchi va oydinlashtirguchidir. Alloh belgilagan ahkamlarni bayon qilguchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Robbi tarafidan nozil qilingandir. Ya'ni Qur'oni Karim hükümlerini halal ve haramni atrofliq ve yeterlik bayon qiluvchi bo'lib, uning olamlarning Robbi Alloh taolo tarafidan nozil qilinganligida hech shak yo'qdir. Ular Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqiraydigan lekin kishinglarni chaqirib Qur'onga o'xshash biror so'rni keltirib beqinglar. Ya'ni sizlar bu Qur'onni Muhammad to'qib chiqqan deb da'vo qilib, uning Alloh taolo tarafidan nozil qilinganligiga shak qilsanglar va bu Qur'on cho'qim Muhammad tarafidan to'qilgan deb yolg'on so'zlasanglar, Muhammadmu sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlar o'ylagandek bu Qur'onni o'zi to'qib olgan bo'lsa, sizlarmi bu Qur'onning so'zlariga o'xshash biror so'z keltirib beqinglar. Buni qilish uchun qudrati yetadigan bütün insonlarni va jinlarni yordamga chaqiringlar. Bu kafirlarga e'lon qilingan 3-qitimliq jangdir. Ya'ni Alloh taolo birinchi qitim ularni agar ular Qur'on Muhammad tarafidan to'qilgan degan da'vosida rostchil bo'lsa, Muhammad o'z yolg'iz Alloh tarafidan elib kelgan Qur'onga o'xshash biror narsani keltirib, Muhammadga qarshi turishga va uni keltirishga o'zlariga xohlagan kishidan yordam so'rashga chaqirib jang e'lon qildi. Ularning undaq qilishga qodir bo'lolmaganligidan, ularning undaq qilishda hech yo'l yo'qligidan xabar berib mundaq dedi: aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini maydonga keltira olmaydi. Ondan ikkinchi qitim Qur'onga o'xshash 10 sura keltirishga chaqirib mundaq dedi: ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladigan lekin kishilarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 surani ijod qilib beqinglar. Ondan 3-chi qitim ularni Qur'onga o'xshash bir sura keltirishga chaqirib mundaq dedi: ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladigan lekin kishilarni chaqirib Qur'onga o'xshash biror so'rni keltirib beqinglar. Shuningdek, Madinada nozil bo'lgan Baqara surasidami Alloh taolo ularni Qur'onga o'xshash bir sura keltirib beqishga chaqirib jang e'lon qildi va ularning ularning undaq qilishiga hargizmi qodir bo'lolmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi: agar mundaq qila olmasanglar, hargizg'u qila olmaysizlar.
kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan davzaxdan saqlaninglar. Qur'oni Karim nozil bo'lishdan ilgariki mezgilda arablar til san'atida alohida taraqqiy qilgan bo'lib, qopiyalashtirib so'zlash, fasohatlik uslubda she'rlarni yozish va beyt to'qish jihatda eng yuqori saviyaga yetgan edi. Lekin Qur'oni Karim ularga Alloh taolo tarafidan ilgari hech kim qilib boqmagan uslubda keldi. Shuning bilan bu Qur'oni Karimning mayli so'zlardagi fasohat jihatda, mayli qofiya jihatdagi mukammallikda, mayli bayon qilish uslubi jihatdagi mahorat ustunligida yoki mazmunlarining mo'l, o'qilish ritmi yiqimliq va go'zal bo'lish jihatlarda arablarning ayni chog'dagi ashu yuqori saviyasidanmi ko'p ustun ekanligini bilgan bir qism arablar uningga iymon keltirdi. Ular eng bilimli kishilar bo'lib, xuddi sehrgarlik ilmini yaxshi biladigan sehrgarlarning Musa alayhissalom ko'rsatgan mo'jizining o'zlarining sehridan g'olqib ketgan mo'jiz ekanligini, bu faqat Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambarning qo'li orqali bo'ladiganligini va bu mo'jizining Alloh taoloning iznisiz hech qanday insonning qo'lidan kelmaydiganligini bilib, Musa alayhissalomga iymon keltirgandek, ularmu Qur'onga iymon keltirgan. Uni eng to'g'ri usulda sog'lom tushungan, uningga ergashgan va qattiq bo'ysungan kishilardir. Shuningdek, Isa alayhissalommu tibbiy ilm va davolash ishlari zo'r darajada taraqqiy qilgan zamonda payg'ambar qilib avatildi. Isa alayhissalom tug'mi ko'rni, oq kasalni saqaytiradigan va Alloh taolaning izni bilan o'likni tirildiradigan mo'jiza bilan keldi. Gerçi tibbiy ilm har qancha taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, Isa alayhissalomga berilgan mo'jiza boshqa insonning qo'lidan kelmagachga, Isa alayhissalomning payg'ambar va Alloh taolaning bandisi ekanligini biladigan kishilar uningga iymon keltirdi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar qilib avatilgan har bir payg'ambarga insonlar qarsida mo'jiz ekanligi aniq bilinadigan mo'jizalar berildi. Alloh taolaning menga bergan mo'jizasi menga nozil qilingan Qur'oni Karimdir. Men payg'ambarlar ichida ergash kuchisi eng ko'p bo'lgan payg'ambar bo'lishimni umid qilaman. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib buni inkor qilishdi. Ya'ni ular Qur'onni yolg'on dedi. Uni tushunmadi va tonib yetmedi. Ular bilimsizligi va aqlsizligi tufaylidan Qur'oni Karimni yolg'on deb, uningdagi to'g'ri yo'lga va haq dinga erisholmadi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmu o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarab boqqan. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Rabbing buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Ya'ni bizning payg'ambarlarimizni inkor qilib, o'zlariga zulm qilgan, o'zlarini ustun tutgan, kufrlik qilgan, haqiqatga bo'ysunmagan va johillik qilgan zolimlarni qandoq halok qilganligiga qaragan. Ey payg'ambarni yolg'on degichilar, sizlarga yuqoriqidek kishilarga yetgan azobning yetib kelishidan hazar aylanglar. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor.
ishonmaydiganlarmi bor? Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen payg'ambar qilib avatilgan kishilar ichidan mushu Qur'onga ishonadigan, sana ergishadigan va sana berilgan payg'ambarlik bilan manfaatlanadigan kishilar bor. İşenmeydiganlarmi bor? Ya'ni Qur'onga ishonmay o'lib ketadigan va qiyomat kuni shu holatda terildiriladigan kishilarmi bor? Rabbing buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Ya'ni Rabbing hidoyatga haqli kishini bilgichi ham u kishini to'g'ri yo'lga boshlag'ichidir. Kimning ozg'unlikqa loyiq ekanligini bilgichi ham bu kishini ozdirg'ichidir. Rabbing adil, zulm qilmaydigan, balki har bir kishiga haqli bo'lgan narsani beradigan buyuk, yuksak, ulug' va pok haqiqiy yagona ilohdir. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yunus surasi tafsiridan 40-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.